Yangneta tumaniga kelganmiz. Toshkent qazon darvozamizni uстановкаларni yakunlab oldik. Eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr razmeriga bir marina variant yasalgan darvozamiz. To'g'ri joylarga alohida e'tibor berasizlar. Profillar oltiga to'ldi. Islari 2 qavat, 3 qavatli shishali boshlar 3 qavatli. Ichiga Penaplex-dan shu izolyatsiya bilan ko'p holatda kelmasa o'tkazamiz. Ko'p gapirishni xohlamaymiz. Ko'rib posta baho berishadi.